Bugun biz sizlar bilan akkauntni obzor etamiz. Bu bizning yangi akkauntimiz bo'ladi. Tak, birinchi skladga kirsak. Mana bu yangi akkauntda bu kino bor ekan. Narutoning ham kiyimi bor. Men hozir o'zimga set qilib oldim. Tak, mana bu yerda shlyapalar, maska, tak. Bu yerda niqob, bu yerda kiyimlar. Endi ishtonlar, keyin esa oyoq kiyimlarga o'tamiz. Emotsiyalarga kelsak, bu ham emotsiyasi bor. Keyin mana bu emotsiyalar bor. Aptechka yo'q, bunga ham yo'q. Ryukzak, lut, parashyut, bunisi. Mashinalarga keladigan bo'lsak, bu bor ekan. Narutoning ham skin ham bor ekan. Mana otga bor. Profil. Bu ham bor ekan. Tak. Bu yerda oddiy narsalar. Akkauntimizda gildiyani men hozirgina ochdim do'stlar. Ayim o'ziga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, dirza tashinglar. ID'si mana ko'rib olinglar. Hozir bu narsalarni to'g'rilab chiqdim do'stlar. Mana bularni mana set ham qilib oldim. Tak. Prime akkauntimiz Prime 540 almos solingan bo'ldi. Jackpotlardan almosga ochilgan. Bu multiqlar. Do'stlar mana bu qanaqa. O'sha stenkalarga keladigan bo'lsa, mana bu ninjutsu stenka, bu keyinsa bu. Bu yerda granatalar, bu yerda hech nima yo'q, kulak ham yo'q. Bu yerda mana bu bor, bu shu narsalar bor. Do'stlar, buni endi biza do'stlar bu akkauntda o'ynaymiz. Bu akkauntda video chiqaramiz. Endi do'stlar, obuna va like bosish ishdan chiqmasin. Dirza tashlamoqchi bo'lsangiz, mana ID'si. Xayr bolalar, akkauntni obzor qildik. Obuna va like bosish esdan chiqmasin bolalar. Gildiyaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, dirza tashinglar, qabul qilaman bolalar. Xayr, obuna va like esdan chiqmasin bolalar.